Assalomu alaykum kanallarimiz hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan xonalarimiz sizlar Urganchda Xiva yo'li Burullerda, hurmatli vatandoshlar, kirpichli domda 4 qavatli binomizning 4-qavatida 4 xona kvartira bilan tanishib o'tamiz. Mesta plajinasi zo'r, ajoyib texnik mestada, gaz, suvdan muammosi yo'q. Hem afzallik tarafi sizlar xonadonimizni ikkilamchi kredit ham to'g'ri keladi. Xalasangiz naqd pulda, xalasangiz kredit olsangizlar ham bo'ladi. Ya'ni Xiva yo'li yaqin, bedayni Xiva yo'li bo'ladi sizlar. Magazinlar ham bor, marshrut ham üst turibdi, 16 marshrutda. Zo'r mestalar sizlar. Qiziq qolsa bemalol murojaat qilasizlar. Ekranda batafsil ma'lumot uchun nomerlarni qoldiramiz. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizni like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Qani yetdik bir yakda sizlar bilan kvartiramizni ko'rib o'tsak. Hurmatli vatandoshlar, kvartiramizga yetib keldik. 4-qavatda joylashgan. Bismillah girdikingizda kirgandan beri prixожий zonasi, o'ng tarafda bir dalonchasi bo'ladi. O'zi asosiy oshxona qismi bo'ladi. Bu oshxonani verandaga chiqarganlar. Verandani bo'lganlar, yarmini zalga qo'shganlar, yarmini oshxona qilib berganlar. Bedazlar kuxnyada gaz plita qoladi, qon hammajlari yetadi ekanizda. Bedaning rakovinasi suv gap turibdazlar. Yani 4-qavat bo'lsa, bu yerda yuvinish xonasi kafir qilingan, ham oyoqlar ham kafirlazda, bu yerda kir mashina to'sish ekan, unitaz, vannalar o'zgargan, arisollar ham kattasini 100 dan qo'yilgan, bu yerda katyollari bor. Hurmatli vatandoshlar, bu yerda kattalar uchun spalni 3.30 3,5 4 metrlar bor. 3.30 ya 3,5 4 metr. Oyoqlar taxta pol, avoydan chiqqan, aynalar o'zgargan. Registr bor, aynani tengdazlar. Bu yon tarafimizda oshxonasi bo'ladi. Yengazlar. Oshxona mebeli, gazi, qaladan nazar. Yana aynalar o'zgargan ekan. Avoydan chiqqan ekan, oyoqlar taxta pol, sizlar genda, kan medasida ishlarni o'zingiz qilib berasizlar. Bu yerda 3,5 metrlik zal qismi bo'ladi. Verandani qo'shib berganlarsizlar. Aynalar bu yerdan o'zgargan, avoydan chiqqan, registrlar bor aynan tenda, patolog o'rtalardan tijoriy chetlari gipsokardon bo'lgan. Lyustrasi bor, bu yerda tviz zonasi bo'ladi. Bu tarafda yana 2 spalnisi bor. 2,5 4,5 metrlar bor. Fonda aynan tendazlar registrlari bor. Bu tarafimizda yana bir spalniyada, birimiz ham shu bir xil razmida, bu yerning aynalari o'zgarmagan ekanligingizda 2,5 4,5 metrlar chiqib boradi, hurmatli vatandoshlar. Sizlar xonadonimizni mesta plajinasini aytib o'tadigan bo'lsak, Urganch tumanida sizlar Urganch tumaniga kiradi. Xiva yo'lida Burullerda sizlar 4 qavatli kirpichli domda 4-qavatida 4 xona kvartira bilan tanishib o'tdik. Narxi 380 million so'm. Ustida bir narsa qarab qaytib kelishib beriladi. Ikkilamchi kredit olsangiz ham bo'ladi, xalasangiz naqd pulda kelishib olsangizlar ham bo'ladi sizlar. Ajoyib mestada, texnik zo'r mesta. Domlarida farzandlaringiz uchun o'yingohlar, parkovочный mestalar bor. Gaz, suvdan muammosi yo'q. Halang naqd pul xalasangiz kredit olsangizlar ham bo'ladi. Xiva yo'ldan kirib kelasizda. Xiva yo'li yaqin yerdasizda. Cho'tka mesta, bog'cha, maktablar ham yaqin. Ajoyib mestada shunday 4 xona kvartirani e'tiboringizga havola qilib o'tdik. 380 million so'm garshadan yeri bor. Qiziq qolsa telefon qilasizlar. Ekranda nomerlarni qoldiramiz. Batafsil ma'lumot uchun hamma sog'lik, omonlik tilaymiz. Keyingi videoda görüşguncha haydab qolamiz.